Jizzax shahar 30-maktab ijtimoiy fan kasbiy rivojlanish kuni. Kreativ tarzda reklama qilinmoqda dedik. Kofe. Shunaqa rasm qo'yish. Birinchi rasm qo'yilayotganda ikkinchisi qaysi mashhur inson bolaligi Sevara Nazarxon. Uchinchisi noodatiy tarzda qarang. Chashkaga e'tibor beringizlar, o'shangiz quloqchasi yo'q. Hop. Uchinchi raund. Aldama meni. Ha yoki yo'q. Birinchisi tuyalarning eng katta populyatsiyasi Avstraliyada joylashgan. Ha yoki yo'q. O'zimizga bog'ladik. Rey raqamlarni qanday? Uchinchisi qaysi guruhda mashhur qo'shiq musiqasi pianinoda ijro etilmoqda? Guruh yoki qo'shiq nomini yozing.